Assalomu alaykum hammaga. Yaqinda bitta video qo'ygandim storiesga. Shu uchun hozir to'liq qilib aytib o'taman. Cobalt mashinasi 2024-yil. Mashinamiz hali ko'p yurmagan. 22 ming yurgan ekan. Hop, bo'layotgan muammo mashina pada turibdi. Pada turgan payti yaxshilab e'tibor beringizlar. Shunday skorost ushlab turib, tormozni bitta bossak, mana. Ovozi eshitilyapti menimcha. Tak qiladi. Ham asab buzadigan ovoz bu. Bosgandan keyin o'tadi. Hozir mashinamiz ошибкasi ham bor ekan, tormoz ishlamayapti. Tormoz sal bosamiz, mana. Lekin chiqmaydi. Oxirgacha bossak chiqadi. Tormozda ошибкasi ham bor, bu ошибкani ham o'chirib yuboramiz. Shu muammoni qilib beryapmiz, mana. Tiqillagan muammo. Yangi mashinalarda ham o'chiryapti bu narsa, mana. Shu narsani yo'qotib beryapmiz. O'zimizning mashinaga qilindi shu narsa. Hozir to'g'rilangan holatni ko'rsatib o'taman. O'zim mashinamga o'tirib oldim. Mashinani o't oldiramiz. Mashinamiz pada turibdi mana. Sal bosamiz to'g'rimizda. Hech qanaqa tiqillash ovozi yo'q. GPS подключен. Ovoz bor, lekin umuman sezilmaydi ovoz. Salgina. Lekin narigi mashinaga o'xshab tiqillayotgani bilinmaydi ham. Sal bosgandan tormoz parkovkadan chiqyapti. Kimda shunaqa muammo o'rayotgan bo'lsa, kimda asabini buzayotgan bo'lsa mana shu narsa, to'g'rilab beramiz, 100 ming so'm bo'ladi xizmat haqi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Cobalt mashinasi bolalarga jo'natib qo'yamiz videoni. Manfaatli bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangiliklar hali oldinda. Bizdan yiroqlashmaysizlar.